Ma'lumki, aziz birodarlar, halollik, pokizalik juda katta baraka bor. Mana shu baraka insonlarni o'zaro mehr oqibat bilan hayot guzaronlik qilishliklariga eng asosiy omil hisoblanadi. Agar qaysi bir jamiyatda halollik yo'qolsa, poraxo'rlik, o'g'irlik yoki birovlarni aldash, hozirgi ba'zi bir holatlardagidek bir uchraydi. Uni pulini ba'zilar shundayligicha olib turib bermaganligini eshitasiz. Bu o'zaro insonlarning o'rtasidagi hamjihatlikni parokandalikka olib keladi, hamjihatlik yo'qoladi. Shunday ekan, o'zgalar bilan o'zaro muomala va munosabatlarda halollik qoidalariga rioya qilishligimiz bizga bo'ynimizdagi vojib amallardan. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytdiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallohul azim. Ey odamlar, dedi Alloh taolo, yerdagi halol pokiza narsalardan tanovul qilinglar va shaytonning izidan ergashmanglar. Chunki u ochiq oydin sizlarga dushman. Ya'ni shayton, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bir muborak bir hadisda aytadilarki, shayton o'zini lashkarlarini yuborar ekan. Qaranglarchi, mana shu odamni qanaqa topib tutishligi, yeb ichishligi qanaqa, taomiga nazar solinglar der ekan. Agar bir odamni taomi haloldan bo'lsa, unga ko'proq hujum qilishlikni nima qilar ekan? Buyurar ekan. Agar uni yeyotgani halol bo'lmasa, iblis aytar ekanki, uni o'z holiga qo'yib qo'yinglar der ekan. U bilan band bo'lmanglar, vaqtlaringizni ketkazmanglar, qo'yaveringlar. U qancha harakat qilmasin, ibodat qilmasin, zotan u o'sha qilayotgan ibodati hammasi habataga aylanib ketadi der ekan.